Yeni devir iyilik sahnesi programımızın tacizarlığını Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat eğiz boşluğu davalaş başkuruş çelki şirketi alaydı kollagan. Eçil Dastıxan tamak yetkizüş toru Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi alaydı talep qilgan. Programımızın kanuni məsləhətçiligini Şinjan Bulaq Advokatlık orni öz üstüge algan. Salam körümələr, naq meydandaki karxançı dostlar. Yeni devirdeki iyilik tikli yüzəgə ilham mədet beriş ve iyilik tiklash bilim savatlarını umumlaştırışını asas məqsəd qilgan Güluz tacizarlığındaki yeni devir iyilik sahnesi programımızın görüşlerini karşı alımız. Ben riyasetçi Cüşkün Cüme. Programımızın tacizarlığını Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şinjan Şahsat eğiz boşluğu davalaş başkuruş çelki şirketi alaydı kollagan. Eçil Dastıxan tamak buyurtuş toru Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi alaydı talep qilgan. Programımızın kanuni məsləhətçiligini Şinjan Bulaq Advokatlık orni öz üstüge algan. Şundaqla Servaz Süt Ketikleri programımız bilen alaydı hemkarlaşkan. Yuqur qorullağa programımız namıdın alaydı rahmet eytimen. Hoş, undaq olsa bu san programımız yetip gelgen karxançı dostlarını ve bahal qoşlarını tanışırıp ötsem. Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketinin kurgucusu Ablet Yusuf Efendi. Karşılayalımız. Şinjan Mərifət Karxana Başquruş Məsləhətçilik Çelki şirketinin kurgucusu Mahmudcan Eli Efendi. Karşılayalımız. Şinjan Şahsat eğiz boşluğu davalaş başquruş çelki şirketinin kurgucusu Cunhua Çiş Keserlikleri Davalaş Cemiyeti'nin azası Kurbancan İmin Efendi. Karşılayalımız. Eçil Dastıxan tamak buyurtuş toru Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi Ticaret Bölümü Məsulü Mehmetcan Efendi. Karşılayalımız. Şinjan Daniş Maliye Boğaltırlık Məsləhətçilik Çelki şirketinin boğaltırı Aynur Yasin Hanım. Karşılayalımız. Özgül Yemeklik Terakkiyat Çelki şirketinin kurgucusu Mehray Özgül Hanım. Karşılayalımız. Yuda Tuzçuluk Gorohi Ürümçi Yen Yolu Tarmak şirketinin kurgucusu Abdüsemet Efendi. Karşılayalımız. Karmay Selina Pesxiki Yoga Merkezi'nin kurgucusu 3. derecelik Pesxiki məsləhətçisi Turğunay Turğun Hanım. Karşılayalımız. Şinjan Bulaq Advokatlık ornunun kesbi advokatı Gülsüm Reşit Hanım. Karşılayalımız. Hoş, programımız başlanğandan bu yan her san programımızga her qaysı kesip, her sahadaki yeni türlerini ep kiriyatqan yaşlarının hikayesi ortaklaşıp ve bu vaqtda karxançılık ait nurgulluğun bilim savatlarına ega bo'lyapmiz. Undaqda bu san programımızda karxançılar vekili süptide o'tirayotgan Turğunay Turğun Hanımның hikayesiga quloq sep baqsaq. Turğunay Turğun Hanım Qarmay şəhərdən İspaniya Madrid taşösi psixologiya ve kliniklik davalaş aspiranti. Turğunay Hanım mektep bitirip Qarmay şəhərdə psixika ve yoga boyunca davalaş ve terbiyelaş kesiplerini qilgan. 2020-yılı Qarmay Selina Psixiki Yoga Merkezini kurup, hanım kızlarının sağlamlığı için özünün bir kişilik töpsünü koşup gelmekte. Qani, alqışınız bilen Turğunay Turğun Hanım'ını sahnemize etdiniz. Merhamet. Şükepsiz. Yaxşımsınız. Yaxşımı barlıq karxançı dostlar, hammalar yaxşıtırdınlar. Programımız arqılı siz bilen uçuraşqınızdan hoş alman. Siz İspanya Madrid taşösi psixologiya ve kliniklik davalaş aspiranti depsiz. Bu xeyli katta kesipke, bunda anlamakla. Rahmet. Kaçıncılı? 2022 yılı oqishni başladık. 2005 yılı 5. ayda ahırlaşıdı. Neçə yıl turdunuz İspaniyada şunu ola? Yo'q, İspaniyada turmadık. Shanghay'ninki Dreamo deb Shanghay'da qurilgan maxsus psixologiya maktabi var 20 yillik tarixiga. Şu maktab bizni vakalatan o'qitdi. Biz tor darsxonasi orqali bunda o'zaro fikr almashtirib turibmiz. Demak, İspaniya Madrid taşösiniki Shanghai tarmoq ekanda bu hisob. To'g'ri. Neçə yil? 2 yil. 2 yil. Bu asas psixologiya, kliniklik davalaş. Bu hazır hem de devrimizdeki bir moda kesipler deysek mi buludu? Bu hanım kızlarınki bu cihetki ihtiyacı gün sayın küçük bir vakıdı. İlgili okuyan kesipiniz psixologiya bəldir boyunca mı? Yo'q. İlgari men oliy maktabni shu kompyuter kasbida o'qigan. Ananikin o'rlab, men o'zim turishim qarmay bo'lg'achqa, shu qarmayga yiqroq bir kasbni o'qay deb, shu Shandongninki, Huadongdan shuningki, neft qurilish kasbini bitlagan. Maktab bitlagandan keyin men bu kasbda 10 yildan ortiq xizmat qildim. Xizmat sahasida. Neft sahasida. Shu xizmatni qilish jarayonida bu yer azroq bir hikoya bor. Shu hikoyani deb beray. Shu qilish jarayonida biz oilada 3 qiz va uyning cho'ngi.
İkinci singlim oliy ma'lumotli bek yaxshi o'qitgan bizchu. O qizmi o'zini aytib tirishib o'qigan, ammo oliy maktabni bitirib qaytib kelgandan keyin bu qizda binormallik ahvollari asta-asta ko'rilishga boshladi. O vaqtlarda o 2000 yıllarning boshlari bo'lsa kerak. O vaqtlarda biz bunda xamush kesili degan kasallarni tushunib ketmaydigan vaqtlar ekanda. Unisiga men o'qiganim tabiban bo'lg'achqa, bu psixologiya degan fanlar faqat uchirish baxmagan ekanman. Shuning bilan bu singlimdagi o binormallikni biz faqat oddiylam kayfiyat yaxshi bo'lmay qoldi. Andan keyin xizmatga yaxshi qilolmaganlik uchun bisim bo'lib ketdi. deb har xillardan o'ylab opdiq. Keyin ig'irlashgandan keyin to'xta bu to'g'ri emas. Da bu zodi nim kesildi deb keyin biz shu Ürümçi 4-cü doktorxonada edi, Qarmayning maxsus ro'y kesel doktorxonalari bor. Maxsus davolaydigan. Shu doktorxonaga apadiq, Ürümçida yotqizdik. Hatto Qashqarninki, shu Xotanning milliy tibobatga apirib, aqsil bilan menga aqsil urib turib, bir davolash usuli bor ekan, odamni liqindaq ro'y kayfiyatini ko'tarib yaxshi qildigan. Shu xil usullardan biz yotaq yotqizib turib davolatdik-da. Anandan keyin mush Qashqarda edi, Turpanda edi, mush ishqilib g'olja berdilar, ishqilib mush tibib saqaytalaydigan bir doktor bor ekan deslar. Bu singlimni opirib baqdiq biz. Sabab bo'lib saqayib qolamdi degan maqsadda. Darajasi xil ig'ir bo'libdi ekan. Ig'irlab ketibdi-da, shu bir necha yil jarayonida ig'irlab ketdi. Shuning bilan biz uni faqat bilamay, eng oxirida men bu zodi nim keseldi, bu qandaq, nima uchun butun Shinjongdagi birmi odam mush kasalni davolay olmaydi deb ichim tutildi shu vaqtlarda Qarmayda shu Aygul G'azim olimniki Qarmay Dilfuruz oliy yetakchilik markazi qurildi. Bu markazga Ali Qurbon muallim har haftada bir qator kelib dars o'tib berdi. Bu 2012-yildagi ishlar. Shuning bilan men Ali imomning darsini tunji qitim olgan vaqtimda, "Heliqib nima uchun mening singlimni bir odammi saqaytolmaydi" degan, "Heliqib nima uchun" deganga Ali imomningki bir so'zlagan darsi to'g'ri kelib qilib, Ali ma'lum fiqh ekan buning javobini deb shuning bilan mening izlayotgan narsam asli psixologiya ekan deb shuning bilan men shu 2012-yildan boshlab shu Ali ma'lumdan shu ro'y analizini o'rganib, andan keyin bara cho'nqirlab, hozir shu Ispaniya Madrid universitetininki maxsus ro'y kasal davolash. Shuning bu yil 5-oyda bitdi. Shu sababdan men psixologiya sohasiga kirib qolgan. Demak, hozir siz ikkinchi bir qiziqishingizni, ikkinchi bir ehtiyojingizni tepib oldingiz. Demak, psixologiya bo'yicha. Hozir kelishganlaringiz, darajangiz aniq. To'g'ri. Endi hozir Qarmayda Selina psixika yoga markazini quribsiz. Ammo yogami bir qalbni tinchlantirishdan iborat deb bilaman. Bu psixologiyaga ish bog'lanish bo'lsa kerak. To'g'ri. Qanday hozirgi yurgizilish ahvoli? Buni manda bo'ldi. Dastlabda 2000 men uning oldida abay deganimdek idora organ ishlagan uzun mezgil. Ishlagandan keyin ikkinchi bolam yangish bo'lib qoldi. Shuning bilan mening oila a'zolarimda singlimni boqish sababli ota-onam singlim bilan birga turdi. Yo'ldoshimning ota-onasi yosh qisqa cho'ng bo'lib qoldi. Bola qarab bermaydi. Cho'qim men xizmatimdan istifa berib turib, bola beqishim kerak. Shuning bilan men o'yladimda, undaq bo'lsa, men xizmatimdan chekinib chiqay deb, men 2020-yil xizmatdan chekinib chiqdim. Xizmatdan chekinib chiqqandan keyin, men o'g'limni 2018-yil yangigan. Idoradan 1 yillik ta'minlash berdi. 2020-yil kelgan chaqda men shu chaqda o'g'lim 2-sinfga chiqdi, cho'ngi. Kichkamda tug'ildi. Cho'ngiga qarsam nurg'un benormal hodisalarni bayqab qoldim. O'zim men mushkasda uzun yil xil o'rganayotgan bo'lgandan keyin o'g'limdagi ahvollarni men bayqadim. Bayqagandan keyin ko'nglim bek bearam bo'ldi. Eliq doktormu xuddi o'zining bolasini saqaytolmagandek, eliq menmi, men o'rganibmi yo singlimni biroq saqaytib bo'lmadim. Ya o'g'limga qanday qilishni tez tingirqab qoldim. Tingirqab qilib, shuning bilan shu chaqda men Almas qizlar deb bir to'p qurdim. U vaqtda kitob o'qish qizg'inligini yuqori, butun hamma odam shunday o'rganish qizg'inligi yuqori bo'layotgan mezgillar. 2015-16-yillar bo'lsa kerak. Shuning bilan to'p qurib, shu to'pda shu bolalarga mustaq oila tarbiyasi to'g'riliq darslarni so'zlash, psixologiyani boshqalarga taqitish, shu ishlarni qilish jarayonida men qumtaqda davolashni o'rgangan. Mushu Zivida muallimdan o'rganganda, mushu nima kelib. Shuning bilan men bizning Qarmayda bir o'qituvchi bordi. Shu o'qituvchininga o'g'limni men davomli opirma. Qumtaqda o'yintay deb. O'g'limni opasam, opa men nima qilishki men yolg'iz opirsa, balada xato tushib qolmasin deb, men 3-4 do'stini birlab borma. Opayniga. Shuning bilan anandagi bir do'stim dedi, "Sen bunda
u aralığımız sel jıraqken unda qilganda biz özümüz assaq olmamdı, sen uqqan bo'lgandan keyin sen misha birini açsang olmamdı dedi. Degandan keyin shuning bilan ha to'g'ri baribir xizmatimdan istifa beribdimi, unda bo'lgandan keyin mushuningdan birini ichib, balam o'ynaydiganga bir bo'shliq yaratib beray. O'zim uqqandan keyin ash o'ynasa o'ynig'ini qarab turib, men yetakchilik qilib, ashunchalik bo'lsam yordam qilay degan maqsadda uyimizdan keyindilan bir müşündaq uy bayken, aşını ilip, şunu bilamiz eng dastlabda shu qumtaq orqali yetaklash deb psixologiyaniki shu sababdan Selina ichilib qoldi. Bu Selinani ichishargizmi men bir psixik maslahatchisi bo'lay yoki men bakchiq odamga yordam qilay deb undaq maqsad yo'q. Faqat men o'zimni balamni bir sog'lom cho'ng qilib, chunki men ko'z oldimda ko'rib cho'ng bo'ldim-chu, iliq singlimning og'riqini. Bu og'riq ig'irlashib ketganda qanchalik darajada ig'ir bo'lganligini men his qila olmayman. Shunlashqa men o'g'limning shundaq texmi mundaq yo'lga menib ketmay, uni boshqa yo'lga yetaklash maqsadida biz Selinani qurib qoldik. Selinani qurilib qilishda hamda Alimalning tökpisi zo'r bo'ldi. Alimalim Selinaga mushu Selina degan ismni Alimam qo'yib bergan. Demak, shu bolangizni asos qilgan bir ehtiyojdan qurildi. Hozir qanchalik ko'lam shakllantirdi u? Dastlabda biz 30 kvadrat atrofida kechaydik. Anandan keyin qizlar u bolasına keldi, do'stlar bolasına keldi, ashunda qilib yurib, bu yil ehtiyoj bek jiqib ketib. Demek ihtiyaç küçük adam. İhtiyaç pek küçük. Ben hatta özüm yetişemey. Biz keşler saat 12 kütüdü öyle qaytqıca. Keşke tamakların vaxtida yemeyim bunday hesapçı. Bir qarmaydı müşte yedin bir içilsi de talep qilib ketgan men. Men bek yerib ketdim. Hatta muş keşler yatqa vaqtimdi mı? Telefon qildidan balam müşte bulab ketdi bir yordam qilsiniz deb. Voy men yetib bo'lgandim, uxlab olay diyemdim emdichi. Çünkü mening ailemde shunday ish bo'lib baqash, onaning qalbini men his qila olmayman. Men mushning kuchimni yetish yordam qilib baqaychi qani. Deb shu uxlayotgan yerimda yana qo'pib chiqmay. Chunki uyam bilan Gonzorshining orlig'i bek yaqin. Uyamdan keynidilar. Ashundan bo'lgan ahvollarmi bek jiq bo'ldi. Shundan keyin bu Selina keldigan qizlar bek jiqib ketdi. Jiqaygandan keyin biz u yerga patmay qoldik. Patmay qolgandan keyin shuning bilan qizlar deyishdida Әмді біз бұл ек патмаптық, біз бейшу алайлы, бұл ек патмадық деген деген психология білі юганы бірләштірсек, текім яқшылды ке, ондасы біз орнымызды чоң айтдайлы еді, біз бір Мехман сарайының ке, 7-ci қатудың 300 kvadrat çoğunluqda bir yen ilip, hazır şu psixologiya bilən yuganı birləşdirdik. Qarmayda işki yada ornumuz bəndi. Hazır qaysı türlər boyunca yetekləş ilip verildi bu yada əsasları? Psixologiyadan hazır bizden yekki məsləhət var, məsələn, bir məsləhət. Anandan keyin kollektiv məsləhət var, məsələn, 10 adam, 15 adam bir qıb durub kollektiv yetekləş var. Anandan keyin qumtaq arqılıq yetekləş var, OK kartası arqılıq yetekləş var. Anandan keyin gipnoz var. Anandan keyin hazır yaqında mən bultur gınjoq berib məxsus bir yeni türünü öyrənib gəldik. Puraq arqılıq davalaş deb. Çünki bizningki yiyu, jovlu degan kasallarni biz bilimiz. Dahar arqılıq davalab saqayt qilib bo'lmaydi-ku. Onun ki bazı şeylerinin ki bedenge zehri var, təsir buldu, fənzi oyunsu var. Şuna biz bunu pıraq arqılıq davalaş en bixətər, en yaxşı buğa usul kədəb qarab, pıraq arqılıq davalaşını Selina'ya əkirdik. Anandan keyin bu da yana bir xil müzik arqılıq davalaş da bir xil davalışımız var. Bu sumbo deb qoyumuz. Mındaq misqaçıdək çıxdı. Aşının urğa vaxtımızdaki avazda adam bədəndə 7 çakiraba deyimiz. Aşının hər birisininki özünün rolu var. Aşı şunu vəkillik qılıb durub, adamını tinchlandırış, keyfiyyatını cayığı düşürüş, anandaki özgün nurgulğan ilqindaq ciddiləşkən qiyafətlərini mındaq boş düşük paydası var. Hem şu türlər var, psixologiya əsasından muş cəhətdən var. Amma yuga cəhətdən bizninki yuganiki xata yuca deb ən ənənəvi bir yuca türümüz var. Aş ənənəvi türününki dastlabki seviye, o'rta seviye, oliy seviye deb şu davlat e'tirof qilgan Goja TUJ'ning taqdidi bu kinishkini. Ash kinishkini bera oladigan imtiyozlarga erishdik. Anandan keyin Polat deb yoshlar bek yaxshi ko'rdi Polatni. Qizlarning badanini go'zallashtiradigan. Uningdanmi şu dastlabki seviye, oliy seviye deb kinishkilarni taqib beramiz. Buni Goja e'tirof qilgan Gojaji kinishki chiqdi. Anandan keyin bizningki uningdan boshqa yana mush yeduyi tarbiyalashlarimiz bor, bir tarbiyalash. Anandan boshqa ayollarning chanxushufu deb qo'yamiz, tug'utdan keyingi asli keltirish. Nurg'un ayollarda bir xato tushuncha bo'lib qolganda, men operatsiya qilib tug'dim, mening badanimda hech qanday o'zgarish bo'lmadi deb qolganmiz. Biroq odamda bola tug'ilib 9 oy qo'saq ko'taygandan keyin iniqlam odam badanidagi suyaklerde özgürüş bo'lgan bo'lgan-ku. Shunga ashni biz bir davolash qilgan tutmishliq turlarimiz bor. Hozir ham yuga tarafdan biz mush taraf qarab turib mangdik. Bugun ham mush yangi davr ilik sanasiga kelib, g'ayet yaxshi bir uqumlarni berib atsınız. Balkim ko'rmallarimizga yangi bir savat bo'lishi mumkin.
Bunun keyingi arzuyunuz, taraqqiyot nishoniniz nima? Bunun keyingi arzuyum biz endi shuni qarab menyapmiz endi. Mening kasbim shu ro'y kasal davolash bo'lganligi uchun bundan keyingi 5 yillik planda do'qamdi buni. Bizningki Selina kelgan atalarning ichida hozir shu Chinshonen deb qo'ymiz-ku, yosh o'smirlar. Yosh o'smirlarning ichida shu xomish bo'lgan bolalar bek chiqchu. Bu atalar birinchidan nima deydi degan chaqda, mush bolam bilan bir paranglashib baqsangiz, bolam nima o'ylaydigan deydi-chu. Balasining nima o'ylaydiganligini asosiyatdan bilmaydi atalar. Anadan keyin bolalarda mayli maktabda bo'zaq qilinish sababidan bo'lsin yoki ota-ona bilan bo'lgan bog'lanish toz yaxshi bo'lmaganlik tufaylidan bolada besilish bek eg'ir hamdi. Bir qism bolalar portlab chiqalaydi ekan hamda paniya chekir qoldi deymiz ota-onalar. Chiqalaydi ekan, biroq ba'zi bolalar chiqolmaganlik tufaylidan kasallikka qarab yengib ketdi-da. Nurg'ulg'an ota-onalar diagnozni akildi. Qarg'a vaqtida butunlay jungdu yeyijing deb keldi. Ba'zi bolalar asosda yaxshilanishlar bo'lganlar bor, ammo yana ba'zi qismlarda faqat yaxshilanish bo'lmay, ota-ona bek chapa chekib ketdi-chu. Kasal bo'lgan odam nima kerak, atrofidagi odam bek chapa tatib ketadi. Shuningga anadagi men shu bizning Selinadi qizlar bilan deyishib, shu kelgusi 5 yilda biz mushtaq xomush, javli bo'lib eg'irlashib ketganlarni Amerikaning bir kinosini ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Beach Bird deb bir kino bor. Aş kinodagi ilk bir ayolni apirib qo'ygan bir yer bor. Shundaq manzarasi go'zal, beshu. Uni hech kim doktorxona demaydi. Nayt go'zal bir mehmonsaroydaklam. Suv uzish maydonlaridan tortib, yoga o'ynaydigan, shilitsation qiladigan doktorlardan tortib, sestralargacha hamma narsa ashning ichida bor. Shunchalik rohat chiqsimi degan chimliq sular bor, amdilik kasal bo'lg'uchimi, shunchalik rohat tura oladi-da. U yerda anadan apirib qo'ygan oila a'zolarimi xotirjam bo'ldi o'sha odamdan-chu. Shunga mening kelgusida Ürümchining Nanshan degan rayonda ashundaq bir yerni aşqim bor. Demak, bu rayonimizga eng manzillik sharoitlari, aslahalari to'liq bo'lgan, o'lchamlashgan shu psixika yoga markazini qurib chiqish shundaqmi? To'g'ri. Demak, hozir shu royaltingizni sezib turibsiz. Sizning mujtahidki jamiyatning taqozosining kuchli ekanligini, o'zingizdagi bir o'rtinishning kuchli ekanligini sezib turibman. Haqiqatan hamda qalbning tinchligi, barliq sog'lomlikning o'l yildizi deb qaraymiz. Menimcha bu sizning tutayotgan kasbingiz, sohangiz, mush sog'lomlikningki birinchi halqasi bo'lib qolishi mumkin. Qani, bugun Turg'unay xonimningki psixologiya ilmiga kirib qolishi va shu Selina yoga markazini qurib chiqish jarayonini azroq o'rtoqlashgan bo'ldik. Qarqanch do'stlarningki qandaq fikrlari bor, savollari bor, birlikda o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Ay Fatem, özlerini yaşaklap tünügün doğunu bekiştim. Kıyışmanlar dolu. Bana obdan bir yaba, apırıp çıkını peçetli kılıveteyim ben. Azadi Muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Shahzod Ig'iz bo'shliqi sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Ha, qaydaroq? Tishimning og'rig'ichi lekkudun qo'yibdi. Bicha. Yaxshi doktorxonaga boshlab kelibsizmi? Shahzod Ig'iz bo'shliqi. Sayli sayohatda o'ng'izsizlik uchrab, osh qo'rsoq safarlarda yurganingizda, uyda bo'g'ingiz bilan tamoq etish absiz bo'lib qiynalganda, xizmat aldirashligi tufaylidan yeyishni o'ylagan tamoqingizni topolmaganda, echil dasturxonni izlab. Nozu ne'matlari jamgohi, dasturxoningizning hamrohi, yanima echil dasturxon. Mayli siz qayerda bo'ling, biz shu yerda. Echil dasturxon aptitali. İşlaringizni oson, yo'llaringizni ravon qilg'usi. Izlash nomi dasturxon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshiman. Shu Gul-o'z igilik tiklash sahnasida tanishganligimdan intayin xursandman. Ammo shu hozir bu psixologiya hamma bir intilayotgan. Hammamizningki bir shu psixologiyada bir saviyamiz bo'lgan. Siz o'zingiz deb aytgandek, bolalarimizni yaxshi tarbiyalasak ekan, undan boshqa o'zimizmi shunday bir kasal bilan og'rib qolmasak ekan degandek bir umidida.
Hazır şu turmuş besimi, hizmet besimi, her xil besimler, ondan başka yana ma'lum sebepler tüpeyledin. Başnak keseller intayin cih dep oylayman. Şunun için hem de hazır mı tirişip etipsiz, tirişip qıpsiz. Yeni deydiğim texama bu uygun işlerini toxutup koymay. Ben şu Şinjan'daki halkımız için muşu sahada bir büsüş qilishingizne ümit qilaman. Çünkü bunun da mən oylayman de. Mesuliyet intayin bir yüklengen zimmimizge bir kesip şuna tirishingizne texama ümit qilaman. Rahmat. Şundaqla biz sizni qo'llaymiz. Bir hesapta men şu davalash kasbi bilan shug'ullangan doktor, eg'iz boshliq kasbi bilan shug'ullansam. Qo'llash yuzdan programmaning oxirida doktorxonamizning bir haqsiz davalash kartlarini so'qisam, o'zingizningki eg'iz boshliq sog'lomligi yoki bo'lmasa sizni qo'llayotgan ota-onalaringiz, do'stlaringizning birasi ishlatib foydalansa bo'ladi. Rahmat, ishlaringizni vaqt olsin. Hoş buldum, rahmat. Yuqorida sizningki şu o'zingizning kasbi hem o'zingizningki ikkinchi qitimdagi kasb to'g'risidagi tushunchangizni anglab chiqqandan keyin shaxsan men bak hurmatim oshdi. Bir odamga nisbatan aytgan vaqtda o'ziningki o'ttir yoshga kelgan mezgilda aslidagi kasbdan voz kechib yangi bir kasbga kirishish bir odamga nisbatan aytgan vaqtda bu unchalik oson ish emas. Bu badal to'lash bo'lsin, qurbonlik berish bo'lsin, yoki bo'lmasa mushuni chiqarayotgan barliq vaqt jihatga, zehniy jihatga kuch bo'lsin, bu ishni qilib boqqan odamlar his qila oladi. Shunga sizningki bu chidamchanligingizni biz korxona nuqtasini olib aytgan vaqtda mana deb ta'riflaymiz. Korxonachi qanday odam degan vaqtda u qadamda bir masalani hal qiluvchi, yangilik yaratuvchi, olg'a intilguchi, eng og'irida tavakkilchilik ro'yi bilan eng cho'ng chidamchanlik bilan eng yuqori natijani barliq keltirguchi deb qaraymiz. Demak, mushu nuqtani olib aytgan vaqtda siz ideya jihatdan pishqan, ruh jihatdan pishqan bir korxonaning ro'yxatini o'zingizda mujassamlashtirib bo'libsiz. Bu alaylik bek muhim. Endi siz psixik sohasiga nisbatan olib aytgan vaqtda bu kasbni o'rganib, noldan boshlab mishak kelgan vaqtingizda siz endi mushu kasbga nisbatan korxonangizni boshqarish, taraqqiy qildirish, korxonani o'lchamlashtirish, korxonaningki kelgusida mushu psixik sohasida bir farqni tepib chiqish uchun o'zingizning ko'nglingizda qanday tayyorgarliklaringiz bor? Men mushu pishilishga kirib, hozir kelgan vaqtda ham boshqarishga qarab menib qoldim. To'g'ri. Anadagin o'yladimda, mening aslida mushu ro'y kasalda bakrak taraqqiy qilgan bo'ldi, biroq bilib bilmay boshqaruvchilik kasbi qarab ketyaptimi deb qoldim-yu, biroq ham yaqinning yog'i hamda mushak menib mushak kapdiq. Voz kechishga bo'lmaydi. Shu oldimiz qarab mangamiz. Buning uchun men asli Selinani qarmaydilam. Qarmaydiki xonim qizlar bilan bakrlanish. O'zimning kuchim yetish doirasida qilishlam o'ylashgan. Ammo bizning shu to'r darsxonamiz ochilgandan keyin shu Şinjanning boshqa joylaridagi xonim qizlarmi shu Selinadek markaz bizning joylarimizning bo's bo'ladi degan bir talabni qo'yib qoldi. Qo'ygandan keyin endi men yaqindan buyon agar mushu psixologiya sohasi qiziqadigan, yoga qiziqadigan xonim qizlar bo'lsa, biz o'qituvchilarni tarbiyalash ishlarini biz qilib bersak, ular o'z turishlik joyida assi bo'ladi. O'zining qanday ismni yaxshi ko'rsa, ismini o'zi xohlab qo'ysa bo'ldi. Ammo biz faqat shu o'qituvchi tarbiyalash ishlarini, boshqarish ishlarini tang hamkorlashib qilsak degan o'yim bor. Hozir shu korxonangizningki taraqqiy qildirish jarayonida qiynalib yo'liqqan qiyinchilik masalalarimiz bormi? Bor. Boshqarishda sal qiynalib qoldim. Çünkü ben özüm bu kesipte okumagan boğaşqa, bu yerda odam men ayollar bilan bekçik münasebet qılaman da. Doğru. Mushu münasebetni o'ngshashdimi, sal qiyinchilikqa yo'liqdim. Biroq o'zim psixologiya sohasida uzun mezgil turganligim uchun yana nurg'un masalalarni o'ngshab keta oldim. Biz oldin qatda yuga shu Şinjan bo'yicha o'tkazilgan yuga musobaqasiga berib, butun shu abnum rayon shu Şinjan bo'yicha 2. darajalik mukofotga erishib keldik. Endi mushta bo'lishimizda bizning kollektiv ro'yi, kollektiv bek yaxshi o'mchi, bek yaxshi. Endi biz mushta mening birdan-bir qiynalib shu boshqarish jihatda bilim saviyam toz yetarlik yetmayotdi deb qarayman. Ben ma'rifat korxona boshqarish o'rnining mas'uli Mahmudjon ma'lum bo'ldim. Men bu kasb bilan shug'ullanayotgani oldi kelib 20 yilga yaqin bo'lib qoldi. Ajab yaxshi tanishqan. Demak, endi sizningki hozir mushu sohaga nisbatan olib aytgan vaqtda sizning bu kasbni tanlaganingіз mayli o'zingizningki qiziqishi, mayli bozorning ehtiyoji, mayli kerakli taraqqiyot nuqtasida olib aytgan vaqtda
bu istiqbolli kasb deb deyishik bo'ladi. Agar bir kasbni bir korxona nuqtasini ilib aytgan vaqtda o'lchamlashtirib, sistemlashtirib, kasb qoidasi, qonuniyati, o'lcham prinsipi, davlat hukumatninki yo'l qo'ygan doirasidagi o'lcham boshqarish tuzilmasiga tushira olsak, mushu kasbning qimmati o'zi uchun, jamiyat uchun nurg'ulg'an iste'molchilarningki og'achidan chiqqandan boshqa korxonaning inovatini yuqori ko'tarib beradi. Shunga mening bu yer sizdan so'rg'anim, sizning korxonangizningki boshqarish o'lchamini cho'qim bekitchingiz, ham korxonaning tarafini chiqib talab o'lchamini bir loyilab chiqishingiz sizningki hozir qilayotgan ishingizni men bak muhim deb qaraymiz. To'g'ri. Agar bir korxonachimiz talab etgan vaqtda mush kasbni xo'shallik uchun qilyapman degan bo'lsak, bu shaxs nuqtai talab etgan vaqtda nihoyat qanoatlanarli javob bo'ladi. Lekin korxona nuqtai talab etgan vaqtda korxona iqtisodiy tashkilot. U cho'qim iqtisodiy qimmat, foyda oladigan o'rin. Agar foyda olamagan korxonani xo'shallik uchun ishlayman desa, u qo'rq gap bo'lib qoladi. Shunga siz korxona sohasiga qadam qo'yibsiz, ya'niki psixik sohasidagi korxona. Unda bo'layotganki bu kasbni siz pishqigallab bo'lgan. Endi mening demoqchi bo'layotgan taklifim, siz mushu korxonani o'lchamlashtirib boshqara olasiz. To'g'ri. Kasblashtira olasiz, tuzumlashtira olasiz. Siz o'qib chiqqan Ispaniyadagi oshib bilimlar bilan Abdum rayonimizda mamlakat bo'yicha birdan-bir psixik klinikalik mulozimat markazi bo'lib ketishga mumkinsiz bor. Ro'yi kasalni davolash planim bor. Mana mushu nuqtani tutmansiz, balki sizning orbitaringiz bo'lib qolishi mumkin. Masalan, bizning ma'rifatninki orbitasini o'diyachada korxonchilarning muntazam sistemni iqtisod boshqarish fanlari bo'yicha tarbiyalash, korxonchilarga maslahat berish. Ham bundan boshqa kasb bilan shug'ullanmaymiz, ham shug'ullansak bo'lmaydi. Shunga o'xshash, sizmi o'zingizningki mush psixik sohasida men cho'qim ro'y kasalni davolayman yoki bo'lmasa yugo bilan birlashtirib epmangaman degan eng odoqqicha, eng cho'nqurlasha oladigan bir nuqtani tepib korxonangizni orbitasi qilib olsangiz, siz bu sohada xosligingiz bilan, alayligingiz bilan, ortiqligingiz bilan balki psixik sohasida yangi bir uslubni yaratishingiz aniq turgan. Rahmat. Endi psixikani men buni aytdi, yaxshi ko'rma bunimi. Bu to'g'riliq men mujjiq material ko'rib, o'rganib degandek. Chunki bayatimiz korxonchilar ustozlar degandek, buningdan keyingi davrning ehtiyoji mushib qolgandek-ku. Eng cho'ng ehtiyoji deb qarasak ham bo'ladi. Nima qilsa, bolalarda emas, hozirgi cho'nglarda, ota-onalardimi psixik masala ko'rayotgan, hatto shu bolasiniki psixikasini tushunib olmay, shu bolasiniki shu xuypelni o'zgartib olmay, ota-onalarning o'zininki psixik masala ko'rayotgan ahvollar intanjiq. Shu bolasi bilan tang, hattoki bolasi demak kerak ig'irlayotgan ahvollar. Bu ham bizga yo'q turdi. Bu to'g'riliq endi bizga manchi uchurlar keladi. Kuchimiz yetishicha deymiz deganda, bilmaganda shu material ko'rib yoki bo'lmasa munosabatli odamlardan so'rab degandekmi? Chunki nurg'un odamlar qanday qilsa, ota-onalar bolalarga atib qo'ydi ekan-ku. Yoki bo'lmasa jamiyatning taraqqiyotiga yoki nurg'un besimlarga o'qish deymiz. U menimcha bu xato. O xizmat besimi deymiz, bizmi charchayapmiz-dan. O har qanday bir narsa besim davosak shu besim bo'ladi. Besim davogan sira shu boya Mahmudjon degandek, hukm qilish iqtidori intayin mavjud. Dal mana shunday vaqtda besim deb ashni kalimiz kirgizgan sira, iliq bir narsaga hukm qilish iqtidorimizdan chatoq chiqadi. Hukm qilish iqtidorimiz to'g'ri hukm qilmay qilib, shundan oqibatda bir oylik kishi biroq ziyodatroq holat bo'ladi. O'miz bolalar nurg'un narsani o'rganadi, nurg'un tillarni biladi. Lekin bir odamga hatto o'zining ota-onasi qanday muomala qilishini bilmaydi. Bu yerda xatolik nada? Albatta bu ota-onda bu. Bu onalarda bu xatolik. Chunki hozir ko'pincha onalar burun o'rganish qilmaydi, hozir o'rganish qilyapti. Lekin yana az bir qism onalar qanday qiladi, shu tijorat deb yoki xizmat deb o'zining bolasiga ko'ngil bilmaydigan, faqat maktab qo'yiniga yoki kurslarga berib qo'yibman, bo'ldi, uning vazifasi tugdi. Bu muhim emas. Muhimi bir odamni qanday qilib uni odam qilib qurashtirib chiqish bu intayin muhimchu. Buning uchun ash bolasining alayligini, kamchiligini bilish, onunga ma'ni uygan deb qo'ygan bilan u o'zini qanday yaratishni bilmasa, keyin u ming bilimlik bo'lsa yana bekor. Aql bo'lmasa, onda tafakkur bo'lmasa, hukm qilish bo'lmasa, bekor o'zining psixikasini o'zi kontrol qila olmasa demakchi. Shunga bizga hamda jamiyatimizga sizdek mana shunday xonlar bekra kerak. Shunday bir bayatı sizning shu ko'nglingizni yerim bo'lgandilar, sizga shunday ahvollarning qancha uchrayotganligini his qilib bo'ladi. Siz ichinyapsizda, nima uchun mushta bo'ldiganda, qanday qilsam o'shan balduroq bir ro'yjatki shu kasal azobidan qutuldiraman degan shu bir sizning nihoyat bir isil mehribonligingizning ifodasi bu. Shu oldi bilan sizningki barliq ishlaringizdagi texmo ilgari bo'lishini, shu sohada texmo cho'nqurlab izlanib
yaxshi bo'lgan bir shalloq bir natijani qo'lga kiritishni umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Sizning shu hikoyangizni anglab chiqdik. İntayın hoş bulduk. Bir adam hem de bir netice kazanış için adam bir işqa mühimden şu bel bağlığa vaxtıda onundan kim bir netice kazanır da böyleyme. Sizge mi aldığınız bir çoğun bir tusalgı bulduğun bir iş kəgəlligiden müşişte bir çoğun bir neticelerden kazanıpsınız. İntayın hoş bulduk. Budundaki şu ticaretinizden tarıqtışqa biz şu eşirtasıqan şirketimiz bir kişilik ilan arkalık bolsun bize 1 milyon artıq xərdar mənbəyimiz var. Onundan keyin bütün şəhər, nailədə ürünlərimiz var. İlan təşkilatı bolsun və hər qandaq biz sizi qollaydığı yer olsa biz sizi qollayırız. Rahmat. Xoş buldum, rahmat. Roy cəhətdəki iğir bisim gündən günə iğirlab ketib bardı. Şunaqo burun unchalar emasdi, hozir yildan yilga bizning turmush saviyamizning o'sishi, mushu ehtiyoj shunchalik ehtiyojimiz qinib ketsa-mu, yeni bu hayotga qanmay, yuqorga yamishib yashab, shunchalik insonlarning taraqqiyotga, yuqori taraqqiyotga yuzilib yashashdan iborat bu besim bizning mayli kichik bolalarda bo'lsin, mayli yashanganlarda bo'lsin, bu ro'y besim bek ig'ir ekan-ku. Mushu kasbga ehtiyoj intayin ko'p. Bek kangri. Lekin mushu kasbni qotganlarmi Mahmud Jamolim degandek oz emas. Nimishqi shunchalik ehtiyoj kangri, yeni mushu kasbni qilayotgan odamlar intayin ko'p turib, endi nurg'un masala olmaydi degan vaqtida birinchisi shu odamning kasbiy biliminingki mukammal bo'lish bo'lmaslik. Birincisi. İkincisi şu kasb bilan shug'ullangan odamniki mana kasbiy axloq bilan munosabatlik. Pulni birinchi o'ringa qo'yib olibchi, bu yerdagi masala hal qilish emas, pulni birinchi o'ringa qo'yib olgan ish nurg'un kasb bek ig'irchi. Üçüncüsü nima degan vaqtida nurg'un odamniki mushtislik o'xshash kasb egasilar uchrashamayotganligi yoki o'zidagi masalaning psixik masala ekanligini aniq bilinmayotganlik masalasi. 3 masala bor deb o'ylayman-ku. Mushtiyat agar yaxshi taraqqiy qilsam, tez suratda nurg'un odamning masalasini hal qilsam, siz bir pul tepkazsam, manchilik demadingiz boy. Masalani hal qilsam bu deb qattiq azoblanib ko'z ish qilgandingiz, mening ko'zimga yosh kelib ketdi. Bu bir insonparvar, oliy bir insonparvarlik deb qaraymiz buning uchun. Anda bo'lgandan keyin siz o'zingiz dinlay bekitib olsangiz, o'zingiz xos bo'lgan va so'da anisi bekitib olsangiz, cho'qim yaxshi taraqqiyot ketasiz. Agar bu jihat qiyinchilik uchrab qolsangiz, Mahmud Jamolim bor. Agar yana inchikilab qiyinchilik uchrab qolsangiz, hal qilmay qolib qolsangiz, har qanday vaqtda men hamda Shinjongdagi Danjirsman do'kon hukumini, korxona hukumini akirgan birdan-bir tunji korxona ham Sardori ketib boramiz. Mushu jihat qiyinchilik har qanday qiyinchilik bo'lib qolsa, biz sizga yordam qilishga yaningizda turamiz. Biz bor qiyinchilik bo'lib qolsangiz. Men Shinjong Norozguli mablag' shirkati Norozguli yemek yog'chiligidan bo'laman. Gulloz yangi davr inisiativasida yuz ko'rishganligimizdan intan xursand bo'ldim. Bayatdan Mahmud Jamolim boshqa ustozlarim deb o'tdi. Har qanday bir kasbda ko'zur bir eng negizli ko'zur bir kasb bo'ldi emasmi? Mening kimda bayqishimda psixik jihatdan shunday ko'zur qilib, tutuq qilib, nishon qilib maqsangiz yaxshi deb qarayman endi. Şoň başyna arxyrda şu psixikini asas, başqa nämesin qo'shimcha qilganda, lekin psixikini marka holatda palani Turg'unay xonim psixikimizni aslini hal qila oladi degandek-ku. Hamda hozir jamiyatda shu psixika ehtiyojlarimiz bek ko'p-ku. Jamiyatning ehtiyojlari, odamlar ehtiyojlari degandek, psixik hammamizga bog'lanishliq, hammamizga ham muhim. To'g'ri. Şoň mush kasbda hamda taxim yaxshi natijalarga erishishingizni tilakdoshman. Rahmat. Hazır so'rab baxsam hamda sizning hozirgi konsorsiumi yoki mundaq yo'shan konsorsiumda shirkat xarakterlikmi? Konsorsiyalatmi unda? Unda bo'lsa keyingi taraqqiyotingizda moliya to'g'riliq ishlaringiz bo'lib qolsa, biz bilan hamkorlashsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Xush bo'ldim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Shinjong Buloq advokat qo'rining advokati bo'lman. Endi siz abim anglab shundoq yaxshi kasb kirishibsiz. O'timiz 2013-yili 5-oyda ro'y sog'lom qonun bekdi. Endi buni aniq qilib, endi masalan sizlardek mundaq psixik masalachilarningki kasallik diagnoz qo'yish, undaq nimasi yo'q. To'salg'i diagnozga aniq davolashni olib berish, andan keyin psixikalik davolash degandek mundaq ishlarni qilish bo'lmaydi. Aniq yo'l qo'yilgan. Ham yana bir endi siz endi kichik tavsiyalarim. Bu modda bakchiq emas. Bu faqat 84 moddaliklar. Bununla sizge paydalık, hem siz devamlı uçurap durduğun bir 10 neçe madde var. Hem bunundan en mühim birisini de beremdi. Muşu en mühim boğunu var. Kesellerinin şahsiyetliği, şahsiyetlik tutulduğun mahbetliği. İsim familisi, neydi inciklik demişsiniz olmaydı. İsim familisi, sürti, adresininki, hizmet orni, anın dinkin ma o kesellik tarihi, diyendek
bir necha inchki halqalar bor. Bu intayin maxfiy tutulsa bo'lmaydigan ish. Agar maxfiy tutulsa, buni javobgarlik surishtirgan. Bu kasbiy axloqqa yetadi-ku. Buni hargiz oshkorlashga bo'lmaydi. Shuningayliqi, masalan, sizlar qachon peshin qilsizlar, peshin qilgan ahvolatidami? Falanchi mandaq kesiligi, mandaq diagnoz qo'y, mandaq bo'lg'achqa mandaq yaxshilandi degandek gaplarni chiqib qolmasa, Qur'onga yetmagan bolalar, aningdan keyin yashanganlar, bularninki chinfan deb qo'ymiz, bularga jinoiy javobgarlik surishtirilgan ahvollarga yo'liqqan ahvollar bo'lishini uydagilarga deyamagan yoki boshqalarga deyamagan ahvollarni sizlarga deydigan ahvollar bo'ldi. Mushtaq ahvollarda sizlarni endi jim turolmay buni chuqum uydagilar bilan fikrlashib. Bundaqmi bor? Dilo ma'lum qilgan, chuqum dilo ma'lum qilmish bo'lmaydigan ishlar bo'lsa, buni ma'lum qilish majburiyatinglar bor. Agar shunda qonun masalalarga yo'liqqan ahvollarda bizning advokatlik o'rnimizda masala so'rasanglar biz bo'ldi. Har vaqt nasib beramiz. Bo'ldi, rahmat. Qilamiz, tirishamiz. Bo'lsa siz bu Urumchida taraqqiy qilsangiz. Urumchi ham Ibrohimimizning markaziy shahar emasmi? Abay siz dedingiz, arzuyum shu Nansanda bir ajna bir cho'ngroq yan ichish deb. To'g'ri ash o'ylagansiz. Nansanda so'z bo'ldi, masalan, Shiringo tarafda so'z bo'ldi. Uningda masalan siz hamda ash arzuyingizda cho'ngroq tipdagi ochmadingiz. U jihatda biz sizning mana kelgusi 5 yillik planingizga uni bir 3 yilga qisqartdi. Bo'ldi. 3 yilga qisqartib, bizmi ma'lum saviyada bizmi iqtisodiyotda mayli amaliy jihatdan bo'lsin, korxonachilar deyishib, sizning mush ishlaringizga hamda bizim hamkorlashsak, bu ham umumiy xalqning ham ehtiyoji va nihoyat bir hamda yaxshi bir ish ekan hamda bu. Sizning niyatingiz nihoyat durust, nishoningiz aniq, orzuyingiz cho'nkan. Biz sizga mush jihatda 5 yillik planingizni 3 yilga qisqartib, nishoningizga bir hamkorlashamiz. Yordam qilamiz. Rahmat. Bu vaqtlar ayay zakisini taqsa qandaq ta'siratda bo'ladi? Bu vaqtlar valiqlab keladi. Texmo mahlish ketadi. Eng sifatli kiyinish ta'sirati bilan ta'minlashda izchil chang turib kelgan ayay ala sifatli balla zakisi oliy darajalik materiallardan foydalanib, ilg'or texnikada tujublab yasalgan bo'lib, bu vaqtlarni har qanday ahvolda onasining quchuqiga o'xshash illiqlik va rohat holatni his qildiradi. Ayay bu vaqtlar zakisini tanlab, bolangizni xushal-xo'ram, g'amsiz, sog'lom cho'ng qiling. Ayay u mahlarni haqiqiy ayaydi. Ayay bu vaqtlar saksi. Xo'sh, Turg'unay xonim, bugun sizningki bu shug'ullanayotgan kasbingiz haqida yaxshi fikrlar, mulohazalar bo'ldi deb o'ylayman. Endi mushu sahnaga kelish orqali bugun erishgan hosilotlaringizni bir tinglab baqsaq. Bu sahnaga kelgandan keyin mushundaq ko'p korxonachi do'stlar bilan tanishganligimdan birinchidan shunda xush bo'ldim. Ikkinchidan, mushu korxonachi do'stlar bilan bundan keyin o'zaro hamkorlik o'rnatib, masqadamda texim ilgirlab to'xtab qolmay mengishimizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizningki mush boshqurish jihatda hozir qiyinchiligimiz bor ekan. Bugun mush egilik sahnasi orqali balki Mahmudjon ma'lum boshlab nurg'unlagan bu jihatda sizni to'xtab beradigan kuchlar bor. Mush jihatda sizning texim to'liqlab kasbingizni sog'lom taraqqiy qildirishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Xo'sh, bu son programmamizda Turg'unay xonimningki Selina psixologiya yoga tarbiyalash markazini qurish jarayoni va buningdan keyingi nishon haqida nihoyat keng ko'chada o'rtoqlashdik. Ko'rmanlarimiz ma'lum bo'lganidek, odam tan bilan ruhning birikmasi. Biz mush ruhiyat jihatdagi, psixik jihatdagi bilimlarni bilishimiz va tushunishimiz buningdan keyingi taraqqiyot yo'limizda va kishik musofimizda nihoyat zarur deb qarayman. Bu jihatda Selinaga o'xshash, Turg'unay xonimga o'xshash kasbiy xodimlarning va o'rinlarningki ko'plab qurilishini, jamiyatimizningki sog'lom taraqqiyot uchun o'zining tegishli to'psini qo'yishini chin ko'nglimizdan orzulaymiz. Rahmat. Ishingizga rahmat. Hammalar rahmat. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, bu son programmamiz vaqt e'tibor bilan mishada oxirlashdi. Programmamiz qimmatli vaqtni ajratib, qimmatli taklif fikrni bergan korxonachi do'stlarga yana bir qatam rahmat aytaman.